Ko'pincha yoshi kattaroq haydovchilardan eski Volga va Jigulilarning temiri tankdek qalin edi. Hozirgi mashinalar xuddi kartondan yasalganga o'xshaydi. Sal narsaga g'ijimlanib ketadi degan gapni eshitamiz. Bir tomondan bu mantiqan to'g'ri tuyulishi mumkin, lekin fizika va xavfsizlik qonunlariga ko'ra, qattiq mashina bu hayot uchun juda xavfli mashinadir. Nega yangi mashinalar ataylab yumshoq yasaladi? Zamonaviy avtomobilsozlikda g'ijimlanish zonalari degan o'ta muhim texnologiya mavjud. Avtohalokat sodir bo'lganda mashina oldinga dahshatli kinetik energiya bilan borib uriladi. Bu energiya qayergadir chiqib ketishi shart. Agar mashinaning old qismi qalin va mustahkam temirdan qilingan bo'lsa, u zarbani o'ziga yutmaydi. Natijada to'qnashuvdagi dahshatli kuchning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri salondagi odamlarning tanasiga uzatiladi. Mashina but-butun qolishi mumkin, lekin ichidagi yo'lovchilar og'ir jarohat olishadi. Muhandislar zamonaviy mashinalarning old va orqa qismini ataylab zarba paytida xuddi garmoshkadek yig'iladigan